Ko'rayotgan ishlab chiqaruvchilar bekor boshladi bu ishni qotgan bo'lsa kerak. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimi? Xo'p, texnikaviy kuchayishlarni qilib oldik, yengilliklarni. Texnikani hozir mana как раз test drive qilib tekshiryapman. Bazaga juda ko'p, narsa ko'p. Iminoy menga kelayotgan odamlar ko'pi 80% adashganlar kelishyapti. Ya'niki qanaqa zalda sifatsiz mahsulotlar bo'yicha borishyapti, qatladagir qildirishyapti, и в итоге ular xohlagan narsani olishmayapti. Demoqchimanki, bitta narsa aytib o'tib ketmoqchi edim. Hop, blog yuritishimdan maqsad o'zimni mahsulotimni reklama qilib mendan olinglar deyish emas. Rizq avvalambor Allohdan. Meni Ko'rayotgan ishlab chiqaruvchilar bekor boshladi bu ishni qotgan bo'lsa kerak. xohishim, harakatim yaxshisini olishinglar uchun. Chunki har bir inson eng yaxshisiga loyiq. Aytishadi, yaxshi inson yaxshisiga loyiq deydi. O'sha temir jihozinglarni darvoza bo'ladimi, reshotka bo'ladimi, nimasiga va qatiga qaysi etapida e'tibor berish kerakligi bo'yicha men sizlarga informatsiya berib ketmoqchiman. Qanaqa joyda qanaqa chiqib ketishlarini ko'rib, ko'zim pishib ketdi. Bu juda katta terabaytli ma'lumotda. O'shalarni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Shunda aniq ham sizlarni aldab qo'ya olmaydi. Ta'kidchi sizlar ham aldanib qolmaysizlar. Sifatli yaxshi narsa oladi o'zingizga. Maksimalniy darajada xudo xolisa podдержка qilasizlar degan umiddaman. Men ham sizlarga manfaatli va juda foydali bo'lgan videolarni qo'yib borishga %100 va'da beraman. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Menglarni uyingizga tinchlik, xotirjamlik, baraka, hammamiz Allohning panohida bo'laylik. Oxirigacha ko'rib eshitganingiz uchun kattakon rahmat.